Man Munisa to'qish olami asoschisi, ko'p yillik tajribaga ega to'quvchi ayolman. Mana shu ko'rib turgan barcha ishlarni o'zim to'qiganman va sizlar bilan ko'p yillik tajribamda orttirgan bilimlarim bilan birozgina bo'lishmoqchiman. To'quvchilikda asosan birinchi navbatda to'qish sifati turadi va undan keyin esa rasmga ola bilish, ya'ni mijozga mahsulotingizni yetkaza olish turadi. Men avvallari rasmga olishda orqa fonga unchalik ham e'tibor bermas edim. Adyollarni ustida, gilamlarni ustida, xullas orqa fonga ko'rib turganingizdek unchalik ham e'tibor bermaganman. Va o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, mahsulotim qancha ko'p bo'lgani sari unchalik ham ko'rinishga ega bo'lmagan. Mana bunisi esa umuman ko'rinmayapti. Mana bu rasmda ko'rib turibsizlar, ikkalasi ham bir xil mahsulot, bir vaqtni o'zida rasmga olganman qizlar, faqatgina yorug'likka e'tibor bermaganman. Keyingi rasmda esa ikkala suratda ham bir xil to'qigan ishim. Ya'ni bu pyatkadan men juda ham ko'p yillar mobaynida to'qiyman va birini orqa fonda gilam bo'lsa, birining orqa fonida oq fon. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lib turibdi. Shunday ekan azizlarim, mahsulotingizni yetkazib berishni ham o'rganing.